34 millionni olganingga chek berdim. Bitta chek bilan o'sha samoz ketasan ketadigan joyingga. Har hafta qizini licheniyasi uchun 3 million 800 dan to'lagan. Har hafta. Mana olib boradi, lazerda bir nimalar qilgandek bo'ladi, 3 million 800 to'laydi. Keyin tipa u klinika sizga mana bonus, mana bunaqa narsa deb 100 ming, 200 ming qo'liga qaytarib berib yuboradi. Yana boradi $300. 3 million 800 so'mda emas, dollarda olgan. $300. Har hafta boradi $300. Xullas umumiy общий 34 millionga tushirishgan bechara qizni. Endi ayol qizini olib borgan bo'lgan. Xullas mana shunaqa muammo bilan Telegram botim bor, bilasiz, Telegram botdan menga mana shunaqa savol keldi. Endi savolda yozilganida shunaqa men 11-fevraldan boshlab shunaqa qilganman, qizimni davolanishga olib bordim. Ular boshida aytdi 3 oyda, qizingiz sal unaqaroq ekan, qiyinroq ekan 4 oyda dedi. Maksimal 5 oy kutsangiz hamma dardidan forig' bo'ladi deb va'dani berishdi dedi. Keyin menga hammasi buni $1100 bo'ladi deb aytishdi. Keyin hop, men savolga javob berdim. Srazu ularga qayta aloqaga chiqdim. Odatda men botdan savol kelsa, bir savolga bir savol javob beraman, bo'ldi, yopaman. Lekin bu holatda men yopgim kelmadi. Sudga murojaat qiling deb yopishim mumkin edi, lekin buni haqiqatan chuqurroq shug'ullangim keldi. Aloqaga chiqdim, siz meni oldimga keling, hamma vaziyatni gaplashaylik. Bu katta bir narsani oldini olishimiz kerak. Siz pulingizni qaytarib olish bilan birga yana boshqalarga ham bu narsa dars bo'lishi kerak deb. Hujjatlarni olib keldilar. Hujjatlar deyarli yo'q, hech qanaqa hujjat. Biz bemalol sudga berishimiz mumkin edi, lekin men oldin muzokara yo'lini tanladim. Ya'ni o'sha xususiy tibbiyot klinikasi bilan talabnoma orqali muzokarani boshladik. Ularga talabnoma, rasmiy talabnoma yozdik. Ya'ni talabnomaning muddati bor o'ziga yarasha. O'sha muddat davomida biz o'z talablarimizni berdik. Ya'ni mijozi talabiga asosan pulimni qaytaringlar. Men u talabnomada albatta o'sha qonun buzilish hamma holatlarini yozdim. Ya'ni xizmat ko'rsatishda bu bo'lish kerak edi, u bo'lish kerak edi, unaqa bo'lishi, sizda birortasi bo'lmagan bu narsani va iste'molchining huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunga asosan siz pulini qaytarib bering, bo'lmasa keyingi etapda ko'rishamiz deb. Ular keyingi etap degan so'zgacha joy qoldirishmadi. Menejerga borib uchrashing, sizga bo'ldi pulni beradi dedim, chunki ular muzokara jarayonida shu narsaga va'da beruvdi. Pul olganingizdan keyin yana xabarlashamiz deb. Lekin men o'zimcha o'yladimki, masalan 4-5 kun orasida bo'ladi bu. Yo'q, 2 soatda hal bo'lib ketdi. Keyin mana srazu chiqishi bilan o'sha ona голосовой tashadilar. Assalomu alaykum, Iroda, yaxshimisiz, tuzumsiz? Ishlarimiz bitdi. Konfliktga bormadilar umuman. Srazu tushundilar, bo'ldi. Pulni hisoblab chiqildi. Orada 200 mingdan qanchadir skidkalar qilingan joylari bor ekan. Ular hisoblandi-da. Shu siz yozib bergan talabnomangizdagi 34 million emas, 28 million 600 ming chiqdi. Mayli dedim unisiga ham, lekin shunaqa hisoblashdi-da. Shunaqa pul olgan ekanmiz, oxirida shunaqa skidkalar bo'lgan ekan deyishdi. Xo'p dedim. O'sha pulni qaytarishdi. Rahmat kattakon. Ishimiz bitdi. Sog' bo'ling iloyim, charchamang, ishlaringizga omad, martabangiz doim ulug' bo'lsin. Endi bu holatdan yoqmaydigan narsaki, bu unaqa muammo juda ko'p va juda ko'pchilik bu narsani olib chiqmaydi. Deydi yoki kech boradi, yoki talashib yurganim bilan yutolmayman deb o'ylaydi. Ha mayli endi bolamni bosh ko'zdan sadaqa deydi va orada ham pul, mayli pul qo'lga topilishi mumkin, lekin qanchadan qancha odam sog'lig'i yo'qoladi. Oxirgi paytlarda ko'rib turibmiz, nechta odam даже vafot etdi shu xususiy klinikalarni noma'qul nima deydi, kvalifikatsiyasi to'g'ri kelmaydigan, o'zini shifokorman deydigan shifokorlarni uquvsizligi natijasida. Shuning uchun agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, hech qachon to'xtab, deb qo'lingizni siltab ketmang. Albatta buni oxiriga yetish kerak. Pulingizni ham qaytarib olishga, ulardan moddiy va ma'naviy zararni ham undirishga va o'sha klinikalarni umuman faoliyatiga nuqta qo'yishga sababchi bo'lasiz. Murojaat qiling, hal qilamiz.